Afsusi. Dubulda afzallik taraflari bu rostov qo'yilgandan keyin bu sim bilan Uyga o'tayapmiz. Assalomu alaykum Supermaster obunachilari. Ko'rib turganingizdek bitta obyektimizga yetib keldik. Bu bitta obyektimiz Toshkent shahridagi Yunusobod dahasi. Bu yerda ham albatta obyektimizda ish jarayonlarini yoritib beramiz. Beklemek işte. Nasıl yaptılar? Hormon istaki. Bu dubulda nimaga qo'yapsiz o'zi? Dubulda afzallik taraflari bu rostov qo'yilgandan keyin bu sim bilan zalimat bo'ladi. Bitta mustahkam bu. So'ng 10 yil turmaydi, toshlar 20 yil turib buni xizmat beradi. Ko'rib turganingizdek bitta yaptimiz. Bu tomonlardan ham granit toshlardan qilib beramiz. Bu yerda ham kuxnamiz.